bo'lishi mumkin emas. Ko'zlarimdan sevinch yoshlari tomchilay boshladi. Men tinmay yig'lar edim, chunki orzuyimga erishgan edim. Oldimda ulug'vor, muhtasham, muazzam Ka'ba viqor to'kib turardi. Bursa 1576-yil. Qozi Mahmud afandi. Allohga osiylik qilgan shaytonning har ishni qila olishiga ishonasan, u Allohning bir do'stiga nima uchun ishonmaysan? Qozi Mahmud afandi meni tergamay qo'ydi. To'g'ri-da, nafsni, ya'ni meni tergayverish oson ish emas. Ustiga ustak atrofida meni unuttiradigan juda ko'p mashmashalar bor. Davlat ishlari, madrasa ishi shuncha tashvishi bor ekan, unga yaqinlashish juda oson. Qozi Mahmud afandi men osonlik bilan hujum qiladigan barcha narsalarga ega odamga aylangan edi. Mol-mulk desangiz bor, shon-shuhrat desangiz bor, men qiladigan yagona ish esa unga mana shularni sevdirish, chiroyli qilib ko'rsatish edi xolos. U madrasada dars berar, bilganlarni tolibi ilmlarga o'rgatar edi. Bundan esa menga hech qanday zarar yo'q, chunki men har bir insonni ichidaman. O'sha talabalarning ichida ham men borman. Xohlasam ular o'rgangan o'sha ilmni yomon maqsadda ham ishlattira olaman. Qozi Mahmud adolat bilan hukm chiqaradigan taqvodor, odil qozi edi. Bemalol marhamat, adolat ulashuvchi bo'laversin. Bu narsa meni aslo o'ylantirmaydi, chunki men u hukm qilayotgan gunohkor va jinoyatchilarning qoniga allaqachon kirib bo'lganman. Har kuni uning huzuriga adolat istab o'nlab odamlar keladi. Qozi Mahmud afandi esa xalqning dardini o'zining dardidan ustun tutadi. Butun qalbi bilan ularning dardini tinglaydi. Aqli esa meni tinglaydi. Bir kuni uning huzuriga bir ayol keldi. U uyalib, tortinibgina Qozi Mahmud afandining xonasiga kirdi. Ayol ichkari kirganida qozi ham o'z joyida zarbof to'n kiyib viqor bilan o'tirardi. O'zi ham bu holidan juda mamnun, kibrga moyil bo'lib turibdi. Ayol asta yurib kelib uning ro'parasiga o'tirdi-yu boshini egib yerga qarab turaverdi. Oraga jimlik cho'kib bir muddat vaqt o'tdi. Demak, o'zini tutishni biladigan, odobi axloqdan xabari bor ayol ekan. U qozining so'z boshlashini kutayotgan edi. "Keling, qanday shikoyatingiz bor?" dedi Qozi Mahmud afandi. Ayol boshini ko'tarmasdan gap boshladi. "Qozi afandi, men erimdan shikoyat qilib keldim", dedi ayol. "Eringiz kim bo'ladilar? U kishidan qanday shikoyatingiz bor?" "Qozi afandi, erimning ismi Bakir. Bakir afandi deyshadi. Farzandimiz yo'q, hech kimimiz yo'q. Topish tutishimiz yaxshi emas. Bugun qornimiz to'ysa ertaga nima qilamiz deb o'ylab qolamiz. Bakir afandi bir necha yildan beri ko'ngliga bir narsani tugib qo'ygan. U hajga bormoqchi. Har yili haj guruhi yo'lga tayyorlansa, Allohdan so'rab tinmay duo qiladi. Lekin qo'li kaltalik qilyapti. 3 yildan beri hajga boraman deydi, lekin bora olmayapti. Bu yil ham har doimgidek niyat qildi. Men u kishiga bizning sharoitimiz ma'lum, qotgan non bilan kun ko'ryapmiz. Balki sizga farz emasdir debman. U kishining jahllari chiqib ketdi. Xullas bir oqshom hojam boraman dedi. Men bormaysiz dedim. Bir mahal jahl ustida qattiq qasam ichib yubordi. Ayolning ovozi titrab, ko'zlari jiqqa yoshga to'ldi. "Nima deb qasam ichdi?" so'radi Qozi Mahmud afandi. "Allohga qasamki, agar hajga bora olmasam, boshing ochiq" deb yubordilar. 3 marta aytdilar. Ayol yig'lab yubordi. Qozi lablarini tishlab bir muddat o'ylanib qoldi. "Keyin nima bo'ldi?" "Kecha uyga kelmadilar. Kechasi haj karvoni yo'lga chiqadigan edi. Keyingi kun ham kelmadi, undan keyin ham. Menga jahl qilibmi yoki ataygami, qasamiga pushaymon bo'libmi bu yerlardan bosh olib ketdimikin? Boshida shunday deb o'yladim. Keyin esa xayolimga yomon gaplar kela boshladi. Vahimaga tushdim. Biror joyda mazasi bo'lmay qolib, balki kimdir ko'rgandir deb." "Keyinchi?" so'radi Qozi Mahmud afandi. "Xudoga shukr, bir necha kundan keyin kechki payt kirib keldilar. Qayerda edingiz desam, to'xta, jim.
Men hajga borib keldim dedilar. Qanaqasiga bunday bo'lishi mumkin? Axir bo'lishi mumkin emas-ku. Bu yerdan Makkaga borib kelish uchun oylab yo'l yurish kerak-ku. Shuning uchun o'zimga o'zim hojam ichib qo'ygan qasamiga pushaymon bo'lib, uyda men bilan birga yashash uchun yolg'on gapiryapti. Hajga borgan bo'lishi mumkin emas deb o'ylayapman. Qozi Mahmud afandi uzun qora soqollarini siladi. Ayolning aytgan gaplarini o'yladi. Aslida nima bo'lganini anglashga urindi. Haqiqatan ham bosh qotiradigan masala ekan. Keyin nima bo'ldi? Nima bo'lardi qozi afandi? Uyga kiritmadim, haydab soldim. Axir biz ajrashganmiz-ku. Aytgan gaplari qip-qizil yolg'on-ku. Hajga bora olmasam boshing ochiq deb 3 marta qasam ichgan. Endi biz er-xotin emasmiz. Ayol ho'ngrab yig'lab yubordi. To'g'ri, dedi qozi Mahmud afandi uning yig'isini bosgandek bo'lib. Qozi shunday deyishga dedi, lekin ko'ngli taskin topmay ikkilanib qoldi. Gapingiz to'g'ri, lekin nima bo'lganda ham eringizni ham eshitib ko'rishim kerak, qo'shib qo'ydi u. So'ng o'sha yerdagi mirshablardan biriga Bakir afandini keltirishni buyurdi. Oradan ancha vaqt o'tgach, mirshab Bakir afandini olib keldi. Bakir afandi qozini ko'rib angrayib qoldi. Qo'llari titradi, ko'zlari bezovta bo'ldi. Qo'rqib ketgani shundoqqina bilinib turardi. Shundan keyingina sal narida o'tirgan xotiniga ko'zi tushdi. Avvaliga uni bu yerda ko'rib hayron bo'ldi, tushunmay qoldi. Keyin esa nima gapligini anglagandek biroz xotirjam tortdi. Nihoyat o'zini biroz bosib olib, bosh egib, qozi Mahmud afandiga salom berdi. "Yaqinroq keling, Bakir afandi", dedi qozi. Bakir afandi 1-2 qadam yaqinlashdi. "Ayolingiz sizdan shikoyat qilib kelibdilar. Bu kishining aytishicha siz hajga borishga niyat qilibsiz, lekin agar bora olmasam boshing ochiq deb qasam ichgan emishsiz." "To'g'ri, jahl ustida og'zimdan chiqib ketdi, qasam ichib yubordim. Keyin esa bir necha kun yo'q bo'lib ketib, keyin kelib hajga borib keldim degan emishsiz. Bu voqealarning hammasi bir necha kun ichida sodir bo'libdi. Lekin Bursadan Makkaga borish 2 oylik yo'l-ku." "Ayolim to'g'ri aytibdi, qozi afandi. Xuddi shunday dedim. Lekin men ham rost aytayapman, hajga borib keldim." Qozi Mahmud afandi jahl ustida sapchib o'rnidan turdi. U g'azab otiga mingan edi. Bilasizki, bu narsa menga juda yoqib tushdi. Zero inson g'azablanganida ojiz bo'lib qoladi. Bunday paytda men osongina uning bo'yniga minib olaman. "Bas qiling", dedi qozi. "Kap-katta odam yolg'on gapirishga uyalmaysizmi? 2 oylik yo'lga qanday qilib bir necha kunda borib keldingiz?" Bakir afandining rangi oqarib ketdi. Qo'rqqanidan yaproqdek titrab turardi. U qult etib yutinib, zo'rg'a gapirdi. "Xudo haqqi, hajga bordim men, guvohlarim ham bor." "Turuqsiz odam ekansiz. Siz aytgan gaplar aqlga ham, mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Uyalmasdan guvohlarim ham bor deysiz, a? Kim ekan o'sha guvohlaringiz? Qanaqangi guvoh ekan, xo'sh?" "Qozi afandi", dedi Bakir. "Voqea bunday bo'ldi. Men jahl ustida qasam ichib qo'yib, tong sahar hali azon aytilmasidan masjidga keldim. Namozdan chiqib bir ko'chaga kirsam, buloq bor ekan. O'shani yonida turgan toshga o'tirdim. Qilgan xatoyimdan hajga bora olmasligimdan qayg'uga botib yig'lab o'tirsam, kimdir kelib yelkamga qoqdi. "Aslo xafa bo'lma, Alloh iroda qilsa bo'lmaydigan ishning o'zi yo'q", dedi. Keyin esa qo'limdan ushlab, "Ko'zlaringni yum, men och demagunimcha ochma", dedi. Negadir uning aytganlarini qildim. Qo'llarimdan tutib ko'zlarimni yumdim. Endi och deganida ko'zlarimni ochsam ro'paramda Ka'bai muazzama turibdi. Bu safar titrash navbati qozi Mahmud afandiga yetib keldi. U ham bilinar-bilinmas titray boshladi. Uning ko'zlaridan hayrat alomatlari bilinib turar, Bakirning gaplarini eshitib qotib qolgan edi. Men, ya'ni nafs darhol qozi Mahmud afandining qalbiga vasvasa solib, unga aslo ishonma, yolg'on gapiryapti, dedim. "Qanday qilib bo'lishi mumkin? Bunday bo'lishi mumkin emas-ku", dedi qozi Mahmud afandi biroz bo'shashib. "Qo'lingizdan tutib yetaklagan odam kim edi?"
Avvaliga o'zim ham ishonmadim, lekin hammasi rost. U odamni siz ham bilarsiz balki. Mana shu Bursa bozorida eski tuski narsalarni sotib yuradigan Mahmud ota bor-ku, ana o'sha odam. Qozi afandi yana mirshablardan biriga ishora qildi. Birozdan keyin oppoq soqolli, keksa odamni olib kelishdi. Bu nuroniy chol o'sha eski tuski sotuvchi Mahmud ota edi. Men uni darhol tanidim. Men uni bir necha bor yo'ldan ozdirishga uringanman. Lekin u meni qaytib yopishmaydigan, o'ziga yaqinlashmaydigan qilib haydab solgan. Oppoq sallali, qaddi qomati tik haybatli inson. Uning kimligini boshqa odamlar ham juda yaxshi bilishadi. Qozi Mahmud afandi otaxonni boshdan oyoq kuzatdi. Haybatidan biroz hurkdi ham. Men darhol Qozi Mahmudning qulog'iga pichirlab, odobsiz chol ekan. Qozining huzuriga kirib keldi-yu, na salom bor, na alik bor dedim. Bunaqangi vasvasalar darrov ish beradi. Qozi Mahmud men aytgan gaplarni aynan takrorladi. Kirgan odam qoziga salom bermaydimi? Eskifurush Mahmud ota tabassum qildi. Ko'zlarini Qozi Mahmud afandining ko'zlariga tikdi. U xuddi qoziga emas, menga tik qarayotgandek tuyuldi. Chol bu vasvasalarni Qozi Mahmud afandining qalbiga aynan men solganimni bilayotgan edi. To'g'risini aytsam, o'zim ham bu otaxondan cho'chidim. Lekin baribir Mahmud ota bilinar-bilinmas boshini egdi. Eskifurush Mahmud afandi sizmisiz? Dedi Qozi Mahmud afandi. Shunday, menman, dedi chol. Unday bo'lsa, mana bu odamni tanisangiz kerak, dedi Qozi Mahmud afandi ko'zlari bilan Bakir afandini ko'rsatib. Ha, taniyman, dedi Mahmud ota. Bu odam hajga borib keldim deyapti. Bir necha kunda Bursadan hajga borib kelganmish. Qizig'i shundaki, u sizni guvoh qilib ko'rsatyapti. Bunga nima deysiz? To'ppa-to'g'ri rost aytibdi. Nima? Siz bu kishini hajga borib kelganiga guvohmisiz? Ha, guvohman. Qanday qilib guvoh bo'lasiz? Axir bunday bo'lishi mumkin emas-ku. Qanday qilib hajga bordingiz? Bu qanaqangi sehr bo'ldi? Bu imkonsiz hodisaga qanday qilib ishonayin? Bu mening ishim emas, taqsir. Hammasi shayximning karomati. U kishining himmatlari bilan shunday bo'ldi. Shayxingiz kim? Mening shayxim Uftoda hazratlari. Bu ismni eshitmas meni qattiq ter bosdi. Qaltiray boshladim. Meni xuddi isitmalayotgan odamdek bezgak tuta boshladi. Bir paytlar men o'sha Uftoda hazratlarining nafsi bo'lib, unga zarar bermoqchi bo'lganman, lekin u mening o'zimga zarar yetkazib qo'ygan. Ismini eshitganimning o'zidayoq qaltirab qoladigan bo'lganman. Tezda Qozi Mahmud afandining qalbiga vasvasa soldi. Uftoda bir darvish-ku, qanday qilib bu ishni qiladi? Sen katta qozisan, bunaqangi gaplarga ishonma, dedim. Qozi Mahmud menga quloq soldi. U oddiy bir darvish bo'lsa, qanday qilib bu ishni qiladi? Aqli yetarmikan bunga? Yo'q, u bunga qodir emas. Qanday qilib bir odamni bir diyordan boshqa diyorga bir onda olib boradi? Mahmud ota ko'zlarini yana Qozi Mahmud afandiga o'qdek qadadi. Bilib turibman, u qoziga emas, aniq menga qarayotgan edi. Chol bunday gaplar qozidan emas, mendan, ya'ni nafsdan chiqishini yaxshi bilardi. Qozi afandi u shunday deb biroz sukut qildi. Qozi afandiga achinish aralash qaradi. Aytmoqchi bo'lgan gaplarini aytaymi, aytmaymi degandek biroz ikkilandi. Keyin shunday dedi. Allohga osiy bo'lgan shayton har ishni qila olishiga ishonasan, u Allohning izni bilan Allohning bir do'sti qila oladigan ishga nima uchun ishonmaysan?